Bu holat ko'p takrorlangani uchun video qilishga majbur bo'ldim. Bittasi telefon qildi, stol so'radi. Tayyor yo'q, tayyorlab beramiz dedim. Keyin xo'p dedi, narxni aytdim, talashmadi. Keyin rangini tashlasam, rangini ham qizig'i yo'q dedi. Xo'p, mayli, kartamga pul tashab bering, boshlaymiz zaklad qilib dedim. Keyin bo'ldi, tashlayman dedi. Qancha tashab beradi dedi. Men 1 million desam, 2 million tashab beraman dedi. O'zim endi shubha boshlandi. Keyin 2 million tashlayman dedi. Xullas bankomatni oldiga borib turib, dumaloq video qilib menga tashlayapti. Sizga 2 million tashlayapman. Kod boradi, menga kodni aytib boring dedi. Keyin Simbat degan nimadan SMS keldi, kod keldi. Men unga kodni aytmadim. Demoqchimanki, ular shu darajada bizni sodda deb o'ylaydimi ekanda? Masalan uchun ishlab chiqarishi bor odamlarni, umuman narxi ham qiziq emas ularga, rangi ham qiziq emas, stolda o'zi turishi ham qiziq emas-da. Chunki qarab, masalan, oladigan odam qattiq tortishadi narxiga, keyin rangiga ham juda ko'p to'xtalishadi-da. Masalan uchun oilam bilan maslahat qilay, bolalarim bilan degan gap so'zlar bo'ladi. Bular shunaqa sodda o'ylashyaptiki, bular nima desam ishonib ketaveradi deb o'ylayapti-da. Mayli shunaqa qilib oldi ham deylik, bizni pulimizni. Agar o'sha kodni men unga aytsam, mendan kartamdan pul yechib oladi, o'sha 2 million so'mni yechadi. Endi shunaqangi qilib oldi ham deylik. Mayli, ularga baribir yuqmaydi-yu, shu darajada saviyasi pastmikan bu insonlardan, nima deysizlar? Haligi holatlarni ko'rib turib, 1 marta emas, 2 marta emas, bitta menda ham emas-da bu holat. Juda ko'pchilik mebelchilarda kuzatilyapti. Bunaqangi firibgarlar juda ham ko'payib ketdi. Iloji boricha videoni tarqatib qo'yinglar. Mana shunaqangi nimalari bo'lsa, ishlab chiqarish bor akalar yoki tanishinglar bo'lsa, juda ham hushyor bo'lishsin. Firibgarlar juda ko'payib ketgan. Bularning yangi yana bitta hiylasi chiqibdi. U umuman aqlingizga kelmaydigan narsa-da u. Unisiga deyarli ishonib qolishi mumkin odam. Uni agar kommentariyada bir nima qilsalaring, mayli unisini ham aytaman. Vaqtlaringga rozi bo'linglar. O'shanaqangi insonlarga ham Xudo insof bersin. Assalomu alaykum.